To'taylar. Nimalar qilmoqchisizlar? Nega ikkita antizahar tabletkasi? Men buni birinchi o'zimda sinab ko'raman. Foydasi bormi yoki yo'qligini bilish uchun. Lekin hozir bizda boshqa tajriba quyoni bor. Menga tegma! Toshmalar yo'qoldi. Chenchouga buni bera olamiz. Ha. Wangli, menga yordam berib tur. O'ylaymanki tez orada uyg'onadi. Bu yomon. O'qituvchi va sinfdoshlar qaytib kelibdi. Nima qilamiz? Men ozroq vaqtni cho'zaman. Senga ishondim. Nima Goha? Nega bottasan? Chunki men issish vaqtini to'g'ri o'rnatmagandim. Shuni tekshirgani kirgandim. Qani ko'raylik-chi, nima qilgan ekansan? To'xtang xonim, xonada Abdalla. Xonim, to'xtab turing, iltimos. Wangli juda tez yoshtiribdi. Demak, bu seni peching, to'g'rimi? To'xtab turing xonim, yana 2 daqiqa bor. Nima bo'lyapti? Golden tabletka yasabdi. Nima? Meni pechimda nima qilyapti bu? Bo'lishi mumkinmi? Do'stim, u o'zi tayyorlagan tabletkani meni pechimga solib qo'ydimi? U rostdan mikroto'lqinli pech bilan tabletka tayyorladimi? Yomon emas, 85 ball beraman. Wangling ham erta qaytibdimi? Oh yo'q, uni hayotiy tabletkalarcha. Wangli, biz portlovchi modda emas, tabletka tayyorlaymiz. Tushundim. Wangli Chenchouni portlaydigan tabletkasini o'ziga oldi va o'zinikini menga berdi. Wangli, sen mana bir umrlik do'stimsan. Aslida Gu xato o'ylagandi. Wangli pechni yuvayotganda hayotni kuchaytiruvchi tabletkani chiqarmadi. Gu antidot tayyorlayotganda unga qo'shib hayotiy tabletkani ham tayyorlab qo'ydi, o'zi bilmagan holda. Wangli esa umuman hech nima qilmadi. Mikroto'lqinli pech tabletka tayyorlay olmaydi. Chenchou, qayerda deyotgandirsizlar? Uyg'ondingmi? Ketayotgandi. O'zi ham rosa uxlading-da. Xullas seni botga olib keldik. Ha, mana qozonim. Orqangga qara. Biz uni seni uxlayotganingda tuzatib qo'ydik. Uni men uchun tuzatib qo'ydingizmi? Hadi. Wangli. Mana kechir, iltimos.